ko'chadan olib chiqib sotish mumkin emas. O'ralgan bo'lishi kerak, usti yopiq bo'lishi kerak. Uning o'ziga yarasha talablar bor. Shu bo'yicha sizga ma'lumotlarni rasmiylashtiramiz. Albatta bu o'tkazilayotgan profilaktika va reyd tadbirlaridan maqsad atrof-muhitni toza holda saqlash, atmosfera havosini muhofaza qilish bizning maqsadimiz. Biz Toshkent yo'li bo'yida bunday haligi xarxashaylarga qaytdik. Ekologiyada ichki ishlardan xodimlar kelib bizga tushuntirdi. Biz qilayotgan ishimiz qonunga xilofligi uchun ogohlantirish berdi. Bu narsalar qayta takrorlanmaydi. Hatto biz qilayotgan ishlar ob-havoni zaharlaydi, tabiatni zaharlaydi. Bu narsalar endi takrorlanmaydi, xudo xolasa. Sizga ishimizdan xavfsizmiz.